Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga egizaklarni qanday katta qilish kerakligi xususida bir nechta tavsiyalarni berib o'taman. Demak, boshladik. Tabiiy tug'ilgan bolalar orasida egizaklar juda kam bo'ladi. Egizaklar tug'ilishi ajoyib bir mo'jiza bo'lishi bilan bir qatorda ota-onadan katta kuch va sabrni talab etadi. Quyidagi maslahatlar egizaklarni katta qilishda yordam bera oladi, ya'ni reja va tartib. Oilada bitta chaqaloq tug'ilsa juda qiyin. Ikkita va undan ko'p bo'lsa-chi, u holda ota-ona egizaklarni ovqatlantirishi va uxlatishi davrlarini birlashtirishga harakat qilish lozim. Asta-sekinlik bilan egizaklar bunga o'rganadi. Chaqaloqlar tartibga tez odatlanadilar. Muhimi ota-onaning bunga yondashuvidir. Tartib va rejani astalik va mehr bilan o'tkazish lozim. Ikkala chaqaloqni bir vaqtda emizish mumkin. Albatta, ikki chaqaloqni ko'krak ustiga tutqazish juda katta mahoratni talab etadi. Shuning uchun birini ko'krakka qo'yib, ikkinchisini esa ko'krakdan sog'ilgan sut bilan butilkada emizsa, demak juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkala chaqaloq shunda onaning yonida bo'lishi muhim, lekin keyingi emizishda chaqaloqlar o'rin almashadi, ya'ni biri butilkadan, biri esa ko'krakdan emadi. Bir joyda uxlatish ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Egizaklar chaqaloqligidan bir joyda uxlasa yaxshiroq uxlaydilar. Birini uyqusi ikkinchisiga ham yuqadi. Undan tashqari egizaklarni albatta egizaklar aravasida olib yurish lozim, alohida aravada emas. Egizaklar ko'pincha muddatidan oldin tug'ilgani sababli ularning nafas olishi, ya'ni o'pka tizimida muammolar bo'lishi mumkin. Bunga e'tiborliroq bo'lish talab qilinadi. Egizaklar kasalliklari bir-biriga oson yuqadi. Bir chaqaloq kasal bo'lib qolsa, imkon qadar ikkinchisini undan uzoqlashtirish lozim. Bu bilan kasallikni 100% oldini olib bo'lmasa ham, lekin xavfini kamaytirsa bo'ladi. Egizaklar bir xil bo'lgani bilan ular juda har xildir. Hech qachon egizaklarni solishtirmang. Akasi bunday, ukasi esa bunday deyish noto'g'ri. Kelajakda ham ularning qiziqish va dunyoqarashi turlicha bo'lishlarini rag'batlantiring. Ikkinchisi, bir maromga keltirmang. Ular hech qachon bir xil bo'la olishmaydi. Ularning go'zalligi ham shunda. Egizaklarni katta qilish yildan yilga osonlashaveradi. Agar boshida egizaklar bilan ota-ona juda qiynalsa, yillar o'tgan sari bir farzandi bor ota-onadan ko'ra, egizagi bor ota-onaga oson bo'ladi. Bu davr ularning 2 yoshidan keyin keladi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.